Mamlakatimizda iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar natijasida Surxondaryo viloyatida ham so'nggi yillarda yirik investitsion loyihalar amalga oshirildi. Bu esa o'z navbatida hududning sanoat salohiyati va eksport imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirdi. Xalqaro tajribadan ma'lumki, mamlakatda eksport salohiyatining oshishi avvalo qonunchilik tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilgani hamda tadbirkorlar va investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlarga bog'liq. Ammo bu jarayonda transport logistika sohasining rivoji ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois mamlakatimizda keyingi yillarda ayni shu yo'nalishda izchil ishlar olib borilyapti. Bugungi kunda dehqonlarimiz yetishtirgan mahsulotlarni eksport qilishda, tadbirkorlarimizga mahsulotlarni transportda tashishda, transport xizmatlarini ko'rsatishda bir qancha imkoniyatlar yaratilmoqda. Joriy yilda 8 oy davomida temir yo'l transportida 2322 ta vagonda 150.444 tonna turli xil qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilindi. O'tgan yilga nisbatan 82.847 tonna yuk eksport qilingan temir yo'l transportida. Misol tariqasida Afg'oniston davlati qo'shni davlatimizni oladigan bo'lsak, 490 ta vagonda 32.400 tonna qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilingan. Avtotransport sohasida 129.593 tonna qo'shni davlatlarga va Yevropa davlatlariga qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilindi. Bundan tashqari asosiy viloyatimizda dehqonlari piyoz mahsulotlarini yetishtirib chiqaradi. O'shalarni vaqtida eksport qilish maqsadida Zirobod tumanida eksport shtabi tashkil qilinib, temir yo'l transportidan refrigerator vagonlar qo'yildi. Maqsad yuklarni tez va sifatli yetkazib borish maqsadida. Bir qancha tadbirkorlarimizga tashiladigan yuklar uchun davlatimiz tomonidan subsidiyalar ajratilmoqda. O'sha yuklarni tez va sifatli yetib borish maqsadida avtotransportlar tashkillashtirib berilyapti transport boshqarmasi tomonidan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning birinchi yarim yilligida viloyatda 481,6 million AQSh dollariga teng bo'lgan xorijiy investitsiya o'zlashtirilgan. Aytish kerak, bunday natija yaratilayotgan qulay investitsiya muhiti va amaliyotga joriy etilayotgan soddalashtirilgan tartib samarasidir. Muzrabot tumanida rossiyalik investorlar ishtirokida amalga oshirilgan loyiha hududdagi yirik investitsion tashabbuslardan biri bo'ldi. Ushbu loyiha doirasida 35 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb qilingan bo'lib, 2025-yilning birinchi yarim yilligida shundan 31,5 million dollari o'zlashtirilgan. Mazkur loyiha doirasida 200 gektar yer maydonida agrologistika markazi, muzlatkichli omborxonalar tashkil etilgan. Bu yerda yetishtirilayotgan yalpiz, kashnich, rukola, qizil salat kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportga yo'naltirilmoqda. Loyiha to'liq amalga oshirilsa, 250 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Joriy yilning yanvar-avgust oylarida sanoat mahsulotlari eksporti 205 million dollarni tashkil etib, 2024-yilga nisbatan 4 barobar oshgan. Meva-sabzavot mahsulotlari eksporti 115 million dollarni tashkil etib, 2024-yilga nisbatan 102% tashkil etgan. Viloyat korxonalari tomonidan 30 ta davlatga eksporti amalga oshirilib, 90% 5 ta davlat hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bunda Afg'oniston, Birlashgan Arab Amirliklari, Pokiston, Rossiya, Qozog'iston davlatlari, Chexiya, Turkmaniston, Qatar, Belgiya, Britaniya bozorlariga o'zlashtirilishi hisobiga 134 ming dollarlik quritilgan sabzi, o'rik, shaftoli mahsulotlari eksporti amalga oshirilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Yevropa Ittifoqining GSP+ dasturiga qo'shilganligi natijasida joriy yilning yanvar-avgust oylarida Latviya, Polsha, Germaniya, Bolgariya, Portugaliya, Chexiya, Belgiya davlatlariga jami 2 million dollarlik charm mahsuloti, ko'kat, karam, uzum mahsulotlari eksport amalga oshirilgan. Shuningdek, yanvar-avgust oylari davomida 190 ta yangi korxonalar eksport faoliyatiga jalb etilib, ular tomonidan 196 million dollarlik eksport mahsulotlari amalga oshirilgan. Surxondaryo viloyatida yana bir muhim loyiha farmatsevtika yo'nalishiga jalb etildi. Hindistonlik investorlar ishtirokida amalga oshirilayotgan ushbu loyiha asosida dorivor o'simliklardan tabiiy malhamlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Loyihaning umumiy qiymati 24 million AQSh dollarini tashkil etsa, 2025-yilning birinchi yarim yilligida 12 million dollarlik xorijiy investitsiya o'zlashtirilgan. Мы первый начинали сюда завод
Tabletki zavod начинали. Biz o'z faoliyatimizni ilk bor tabletka ko'rinishidagi farmatsevtika mahsulotlari bilan boshlaganmiz. Keyin esa siroplar ishlab chiqara boshladik. Keyingi bosqichda kukun ko'rinishidagi dori vositalarini ishlab chiqarmoqchimiz. Bu jarayonda bizga O'zbekiston hukumati tomonidan juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Biz bundan mamnunmiz. Birgalikda ishlab chiqarishni, yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirganmiz. Albatta, eksportni ham yo'lga qo'yamiz. Tadbirkorning aytishicha, loyiha doirasida 20 ta ish o'rni yaratilgan. Hozirda asosiy binolar bunyod etilgan bo'lib, ishlab chiqarish jarayoni uchun zarur uskunalar bosqichma-bosqich xorijdan olib kelinmoqda. Buning uchun bojxona tizimida yaratilgan imtiyozlar juda qo'l kelmoqda. Birinchi ishlab chiqarishni bizlar tabletka sexidan boshlaganmiz. Unda tabletka kapsula dori vositalarini yo'lga qo'yganmiz. Undan keyingi holatda 2015-yilda ikkinchi korpusimizni ishga tushirdik. Ikkinchi korpusimizda sirop suspenziyalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ishlab chiqarish apparatlarimiz hammasi Hindistondan olib kelindi. Prezidentimiz tashabbusi bilan ochilayotgan yangi imkoniyatlardan foydalangan holatda yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy aholimizga arzon narxlarda dori vositalarini yetkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydilar. Bu maqsadlarga asosan o'sha prezidentimiz tashabbusi bilan berilayotgan erkin iqtisodiy zona sifatida Boysun Farm tashkil etildi. Unda ham o'sha bizning dori vositalarimizni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Fenugreek, kurkumin dori vositalari. Bundan tashqari tabletka ishlab chiqarish seximizda 20-25 xil dori vositalarimiz umumiy holatda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Hozirgi vaqtda bizda o'sha GMP standartlari asosida ishlab chiqarishlar yo'lga qo'yilib, barcha zamonaviy texnika apparatlar bilan jihozlandi. Bizda hozirgi jarayonda yanada qo'shimcha ravishda 3-blogimizni ishga tushirish arafasida turibmiz. Bunda ham umumiy GMP litsenziya hamma standartlardan o'tdik. Eksport qilish niyatida turibmiz. O'sha blogimizni ishga tushirgandan keyin 75 ta atrofida o'sha ishchi bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Yaratilgan bojxona imtiyozlari bizga juda qo'l keldi. 2025-yilning o'tgan davr mobaynida Surxondaryo viloyatida eksport hajmi 351,7 million AQSh dollarini tashkil etgan edi. Bu ko'rsatkichni 2024-yilning mos davri bilan solishtiradigan bo'lsak, 150,7 million AQSh dollariga yoki 75% ga o'sganini kuzatish mumkin. Albatta, eksport jarayonlarida bojxona tizimida yo'lga qo'yilayotgan imkoniyat va imtiyozlar muhim ahamiyat kasb etadi. Eksportda 3 qadam tizimi joriy etilguniga qadar eksport jarayonlari 9 bosqichdan iborat edi. Ayni paytda bu 3 bosqichda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston 2030 strategiyasida milliy iqtisodiyotimizning eksport salohiyatini kuchaytirish va buning uchun eksportyorlarga qulay muhit yaratish orqali eksport qilinayotgan tovar, mahsulot hajmini oshirishning muhim yo'nalishlari belgilab berilgan. Endilikda 3 bosqichli rasmiylashtiruv tizimining birinchi bosqichida eksport shartnomasini shakllantirish joriy etildi. Ikkinchi bosqichda transport hujjati va shartnoma ma'lumotlari asosida eksport deklaratsiyasi avtomatik shakllantirilmoqda. Uchinchi bosqichda esa chegara bojxona postida eksport deklaratsiyasi rasmiylashtirilib, bir vaqtning o'zida transport nazorati ham amalga oshiriladi. Hozirgi kunda viloyatimizda eksport salohiyatini oshirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Muhtaram yurtboshimizda 2025-yil 8-aprildagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha 136 sonli farmonlar qabul qilindi. Ushbu farmonga asosan Surxondaryo viloyat bojxona boshqarmasi Termiz tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida joriy o'tgan davr mobaynida 1899 partiyada jami qiymati 254 ming AQSh dollariga teng bo'lgan 216-19 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari xorijiy davlatlarga eksporti amalga oshirildi. Asosan bu qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti Rossiya, Afg'oniston, Tojikiston va bir qator xorijiy davlatlarga amalga oshirildi. Bu eksport salohiyatini amalga oshirilishi natijasida viloyatimizga valyuta mablag'larining kirib kelishi, eksport salohiyatining yanada ko'tarilishiga olib keladi. Eksport 3 qadamda tizimi shunday qulayliklardan iboratki, ya'ni daladan to'g'ri chegaragacha bo'lgan tizimni o'z ichiga oladi. Oldin masalan bu yo'nalish 9 bosqichni ichiga olgan bo'lsa, hozirgi kunda 3 bosqichda amalga oshirilmoqda. Birinchi shartnoma tuziladi. Shartnoma tuzish orqali tovar yetkazib beriladi. Keyin valyuta mablag'i kelib tushadi. Ya'ni 3 bosqichda amalga oshirilib, bu tadbirkorlarimizga keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Barcha bu amalga oshirilayotgan jarayonlar elektron tizim orqali
amalga oshirilmoqda. Bu orqali tadbirkorlar yana ham vaqtda mablag' tejalishiga olib kelmoqda. Xabaringiz bor, 2024-yilning 25-martida avtotransport vositalarida yangi eksportni raqamlashtirish tizimi sinov tariqasida ishga tushirilgan edi. Ushbu tizim 2025-yil 10-fevraldan boshlab avia yo'nalishida, 15-sentyabrdan boshlab esa temir yo'l transportida to'liq faoliyat ko'rsata boshladi. Natijada tadbirkorlar tomonidan brokerlik xizmatlariga sarflanadigan xarajat yiliga 15-20 milliard so'mga kamaytirildi. Bu esa iqtisodiyotda samarali resurslar taqsimotini ta'minladi. Shu bilan birga deklaratsiya va invoysning avtomatlashtirilishi hamda tizimning soddalashtirilishi vaqtni tejash, ortiqcha sarsongarchiliklarning oldini olish hamda ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa barcha soha vakillari uchun bir xil qulaylik yaratmoqda. Ko'pincha bizlar eksport bilan shug'ullanamiz, ham import ham. Eksport sharoitlari mana shu 24-yillar oldingi yilga nisbatan 3-4 barobarga o'sgan. Chunki hozirgi eksport sharoitida qilinadigan tadbirkorlar uchun ko'rsatilgan yangiliklar eng muhimi bu 3 qadamdir. 3 qadamga hech qanday qiyinchilik yo'q. Yuklarni jo'natish va taqdim qilishlar juda oson bo'lgan. Ilgari 3 qadam boshlanmasdan oldin biz uchun juda qiyin edi, ancha sertifikat olish, ancha vaqt tejash. Hozirgi vaqtda 3 qadamda vaqtimiz juda tejalgan, juda oson o'tadi. Asosan bizlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilamiz. Shu jumladan fasol mahsuloti, yer yong'oq mahsuloti, piyoz, karam, uzum va shunga o'xshash mahsulotlar. Bu Afg'oniston davlatiga, Yevropa davlatlariga, Rossiya davlatlariga eksport bilan shug'ullanamiz. O'tgan yilga yo'nmasa oldingi yillarga nisbatan ko'rsatishimiz kamida 3 barobar, 4 barobar o'sgan. Hozirgi kunda eksportbop mahsulotlarimiz ko'paygan. Shu jumladan tadbirkorlarning ishlariga juda katta yengillik hamda muhim ko'rsatishlar ko'rsatilgani sababli bizlar hech qanday qiyinchilik ko'rganimiz yo'q, oson emas. Hozirgi kunda eksport va import qilish jarayonlarida ko'rsatilgan g'amxo'rliklar hamda ko'rsatilgan imtiyozlar biz uchun juda ham qulay. Shuning uchun ham bizning mana shu eksport import yo'nalishdagi ko'rsatishlarimiz oshyapti. 20 yildir O'zbekistonga eksport va import faoliyatlarini ham shug'ullanaman. Asosiy ishimiz logistika. O'zbekistondan Afg'onistonga yuk tashish, O'zbekistondan Pokistonga, O'zbekistondan Eronga, shu tomonlarga import eksportni amalga oshiramiz. 20 yil mobaynida har yil mana 5 yil yo 3 yil oxirgi yillariga juda bizlarga eksportga qulayliklar yaratilgan. Mana 3 qadam sohasi bizlarga juda qulayliklar yaratildi. 3 qadam deklaratsiya nazoratga qo'yib, kutib o'tirmaymiz, ishimiz yengillik bo'lgan. Hamda mana bu hozir kartochka sezonlari boshlangan. Kartochkaga ham ancha bizlarga qulayliklar bor. Bir keladi birdan dastmotor qilib ochib, afaribina qilib chiqarib yuboradilar. Keyin mana hozir bizlar 3 ta ferma bilan logistika kontrakt qilganmiz eksport bo'yicha. 3 ta fermani unini hozir O'zbekistondan Afg'onistonga bizlar eksport qilyapmiz. Eksport qilishimiz uchun bizlarga barcha qulayliklar yaratilgan. Tamojniga muammo yo'q. 3 qadam juda bizlarga qulay bo'lgan. Shu asos bo'yicha eksportlardan bizlar rozimiz. Yaratilayotgan bu kabi imtiyoz va imkoniyatlar natijasida qishloq xo'jaligi sohasida ham salmoqli natijalarga erishilmoqda. Yurtimizda jumladan Surxondaryoda yetishtirilayotgan mahsulotlar xalqaro bozorlarda o'z o'rniga ega. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda viloyatdagi tadbirkorlik subyektlari tomonidan Rossiya, Qozog'iston, Ukraina va Turkmaniston kabi davlatlarga qiymati 419,8 ming dollarga teng 345,9 tonna anor eksport qilingan. Joriy yilda bu ko'rsatkichni yana bir necha barobarga oshirish kutilmoqda. Mana Sherobod tumanida Ayni mahallasida 43 gektar anorzorimiz bor. Buni Rossiyaga, Tojikistonga eksport qilmoqchimiz. Nasib bo'lsa, hosildan 405 tonna niyat qilib turibmiz. O'tgan yillar yoshroq edi, 180-200 tonna chiqqan, bu yil xudo xolasa 405 tonna chiqadi xudo xolasa. Gektardan 15-20 tonna beradi. Anor pishguncha bizda may atlas olmamiz tayyor bo'lgan. Shuni hisobidan mana bu yil 250 ming dollar eksport qildik. Mana boshqadan xodimlari eksportni qayerga qilasiz, nima qilasiz, buni qaytib saqlaysiz. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Sharoitlar bor hozir. Chetdan kirib kelyapti. Anor olaman deb Xitoydan. Shularga ham mana eksportni nasibsi yo'lga qo'ymoqchimiz. Mana hozir eksportda 3 qadam degan ma'lumotiga ham ega bo'ldim. Bunga qiziqib, tanishib, ko'rib bo'ldik. Endi bu yil 450 ming dollar reja qilganmiz. Oktyabr, noyabr oyi rejani amalga oshiramiz. Shu yilda mana 450 ming dollar anor mahsulotlarini xorijga
eksport qilish niyatimiz bor. Albatta bu natijalar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va ishlab chiqarish, eksport va tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va savdo-sanoat siyosatini samaradorligini oshirish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni tadbirkorlarning erkin faoliyatlari uchun imkoniyatlar kaliti bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur hujjatlar kuchga kirgan kundan boshlab hozirgi kunga qadar Surxondaryo viloyatidan 385,2 million AQSh dollariga teng bo'lgan 360,6 ming tonna mahsulot xorijga eksport qilingan. Xulosa qilib aytganda, eksportni raqamlashtirish tizimining joriy etilishi nafaqat yuk tashish va bojxona rasmiylashtiruvlarini soddalashtirdi, balki tadbirkorlik faoliyati uchun yanada qulay, shaffof va raqobatbardosh muhit yaratdi. Yangilangan bojxona tizimi, qayta ishlash imkoniyatlari va davlat siyosatidagi islohotlar tufayli O'zbekiston tashqi savdo sohasida ham yangi bosqichga qadam qo'ymoqda.